قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barliq hamdu sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa Ramazon oyining fazilati haqida bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تؤتهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويسير إليك وتسفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى أمله. رواه أحمد والبزار والبيهقي. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: U'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramazon. Mening ummatimga mana bu Ramazonda 5 ta xislat, 5 ta fazilat berildi dedi. Lam tu'tahunna ummatun qablahum. Mana bu mening ummatimga berilgan 5 xislat, 5 fazilat mening ummatimdan oldingi hech qaysi bir ummatga berilmagan edi dedi. Yani Peygamber aleyhisselam ahir zaman peygamberi Allah'ның habibi bo'lganligi uchun Allah Teala mana shunday xislatlar bilan, fazilatlar bilan, ikromlar bilan Peygamber aleyhisselamning ummatini oldingi ummatlarning hammasidan afzal va ustun qilmoqda aziz qarindoshlar. Biz mana bu narsaning farqiga borishimiz kerak. Mana bu narsani g'animat bilmog'imiz kerak. Peygamber aleyhisselamның ümmeti bo'lganligi uchun, ahir zaman peygamberining ümmeti bo'lganligimiz uchun qanchalik faxrlansak ozlik qiladi aziz qarindoshlar. Vaholanki biz buni baja keltirolmayotimiz. Alloh taolo hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Birinchi xislat Xulufu fami saim atyabu indallahi min rihil misk dedi. Mana bu ro'za tutqochi insonning og'zidan chiqayotgan puroq dedi. Allohning nazarida mushki ambardan ham xushpuroqliqroqdir dedi.
mana bu Ramazonda og'zimizni nima qilib yaxshilab yumaganligimiz uchun, boshqa yangi tamoqlarni yemaganligimiz uchun mana bu oshqozondan, insonning oshqozonidan ba'zi bir puroqlar chiqadi. Ammo bu puroq Allohning nazarida bo'lsa, mushki ambardan, ya'ni eng xushpuroqlik narsadan ham Allohning nazarida xushpuroqliqroqdir. Mana bu chiqayotgan insonning og'zidan chiqayotgan xushpuroq deydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Mana bu berilgan marhamatning qadr qimmatiga yetmag'imiz lozim. Yana bu hatto Alloh taolo bu xushpuroqqa nihoyatda katta mushka ambardan ham ta'siri ko'p bo'lgan bir mukofotni beradi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu xushpuroq sesiq puraydi ekan degan narsa insonning aqliga, xayoliga kelmasligi kerak. Mana bu inson Alloh uchun ro'za tutib, mana bu xushpuroq kelganligi uchun Allah o insonga nihoyatda cho'ng va nihoyatda güzel mukofotni beradi ekan. Shuning uchun inson hargiz ba'zi bir insonlar ro'za tutsam og'zim sesiq puraydigan bo'lib qoladi ekan degan xato tushunchaga borib qolishi mumkin. Mana bundaq nima tushunchaga berib qolgan inson istig'for aytib, yo'q, mana bu og'izdan chiqqan puroqqa Alloh taolo ning nazarida mushki ambardan ham a'loroq ekan, afzalroq ekan degan ong fikr bilan inson ro'zasini o'tkazmog'i lozim. Ulamolar bu haqda ba'zi bir fikrlarni ham bildirgan ekan. Qiyomat kunida mana bu hayoti dunyoda ro'za tutgan inson qiyomat kunida qabrdan qopqanlarda tutgan ro'zasininki sharofati bilan u insonning og'zidan ana shu qiyomat kuni qabrlardan turganlarda mushki ambarning xushpurog'i chiqib turadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu u inson uchun nihoyatda cho'ng baxtdir. Shuning uchun bu narsalarga nihoyatda ahamiyat berib, Alloh roziligi uchun haqiqiy ro'za tutadigan bandalardan bo'lmoqlikni so'rashimiz lozim. Ikkinchi xislat tastagfiru lahumul hitan hatta yuftiru dedi. Mana bu Ramazon oyida ro'za tutgan insonga dengizlardagi baliqlar ham u inson uchun istig'for aytadi dedi. Ey Rabbim, mana bu ro'za tutgan bandaning gunohini afu qilgin deb. Yana xuddi shuningdek farishtalar ham aziz qarindoshlar, ey Rabbim, mana bu inson sening roziliging uchun qiyinchiliklarga chidab bardosh berib sening roziliging uchun ro'za tutyapti. Mana bu bandangning gunohini afu qilgin deb farishtalar ham sizni bizning haqqimizga duo qiladi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq go'zal duolardan, mana bundaq istig'forlardan mahrum qolmaylik. Allah ana shu Ramazonga barchamizni yetkazsin aziz qarindoshlar. Ozgina kunlar qoldi. Uchinchisi yuzayyinullohu azza va jal kulli yawmin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadiyas solihun an yulqu anhumul ma'unata va yasiru ilayka dedi. Allah Teala mana bu Ramazon yaqinlashayotganda Allah Teala jannatga xitob qiladi ekanki, ey jannat, mening bandalarim hayoti dunyodagi qiyinchiliklarni tashlab sana yaqinlashib kelmoqda. Shuning uchun sen nihoyatda chiroyli holatga kirgin, nihoyatda go'zal bo'lgin deb. Jannatni bilamiz. Jannat aslida nihoyatda chiroyli, nihoyatda go'zal, ta'rifga insonning so'zi ojizlik qiladigan bir yerdir. Mu'min musulmonlar uchun tayyorlangan. Ana shunday go'zal, ta'rifga so'z bo'lmagan bir jannatni ham Alloh taolo xitob qilib aytadi ekanki, ey jannatim, mening solih bandalarim hayoti dunyoda mening roziliqim uchun ro'za tutib, jafo mushaqqatlarni tortib,
sening huzuringga yaqinlashib kelmoqda nihoyatimi chiroyli bo'lgin deb xitob qiladi ekan. Xuddi masalan hayoti dunyoga buni qiyoslaydigan bo'lsak, bir aziz mehmonimiz kelmoqchi. Keladigan bo'lsa, u mehmonimizning kelishini nihoyatimi chiroyli kutib olish uchun uylarimizni sirib, supurib, nihoyatda chiroyli, pokiz qilib, go'zal qilib kelishiga va hajab chiroyli o'ykanma va hajab bir nihoyatim bir chiroyli o'ygan degidek qilib tayyorlikni qilamiz. Hayoti dunyoda biz ham inson. Mana bu ro'za tutadigan insonlar ham Alloh taolaning mehmonlari ekan aziz qarindoshlar. Alloh taolo mehmonlarini ana shunday chiroyli bo'lgan go'zal jannatni yanada go'zal holatga keltirib kutib oladi ekan. Alloh taolo barchamizni ana shunday jannatlarga kiradigan solih bandalardan qilsin aziz qarindoshlar. To'rtinchisi, tusaffidu fihi maradatash shayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghayrihi deydi. Xo'sh. To'rtinchisi, Alloh taolo mana bu oyda shaytonlarni zanjirlar bilan bog'lab qo'yadi ekan. Zanjirlar bilan bog'lab qo'yadi ekan. Ya'ni inson shaytonlar boshqa oylarda qilgan yomonliklarni mana bu oylarda qilishga jur'at qila olmaydi ekan inson aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu oyda ham shaytonga bo'ysunmasdan shaytonninki nimasini bo'ynini egib, depsab, yenjib Alloh taolaga loyiqida ro'za tutadigan bandalardan bo'lmoqlikqa harakat qilmag'imiz lozim ekan aziz qarindoshlar. Xo'sh. Beshinchisi bo'lsa, Ramazonning oxirgi kuni kelganda insonlarning gunohlari mag'firat qilinadi ekan. Ramazonning oxirgi kuni kelganda insonlarning gunohlarini Alloh taolo mag'firat qiladi ekan. Shunda sahobalar so'radi ekanki, "Ya Rasululloh, bu Qadr kechasimi?" deb so'raganida payg'ambar alayhisalom yo'q dedi. Bu bo'lsa ishchilar ishlab bo'lganlardan keyin o'zininki haqqini oladigan kundir. Ya'ni bir inson ishlagan bo'lsa, ishini tugatgandan keyin u inson maoshini oladi, oyligini oladi. Xuddi shuningdek Ramazonning oxirgi kuni Alloh taolo ana shu insonlarning gunohlarini mag'firat qilib mukofot beradigan kundir deydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Ramazonning qadr kechasini albatta qadr qimmatini bilamiz, qadrlaymiz, ulug'laymiz, qo'limizdan kelgancha taat ibodatlarni qilamiz. Qadr kechasida haqida keyingi darslarimda ham so'zlab o'taman vaqti kelganda. Ammo Ramazonning oxirgi kechasida insonlarning gunohlari mag'firat qilinadi deydi. Shuning uchun oxirgi kechani ham qo'ldan bermaylik, taat ibodat bilan o'tkazaylik, toki tutgan ro'zimizning mukofotini Alloh taoladan to'liq olib, Allohning rahmatiga, mag'firatiga erishaylik aziz qarindoshlar. Xo'sh. Ka'b ibn Ujrata radhiyallohu ta'ala anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل أراد لي فقال بعد من أدرك رمضان فلن يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلى عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاكم.
Kab ibn Ujra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamber aleyhisselam dedi, bizge munbarga yiqilishimizni emir kıldı dedi kunlarning birida. O'zi munbarga chiqdi va bizga chiqayotganda bizga yiqilishimizni buyurdi dedi. Biz yiqillaşdik dedim. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom birinchi munbarga qadam bosganda Payg'ambar alayhisalomning munbari 3 peshtaxtdan iborat edi aziz qarindoshlar. 3 peshtaxtlik munbar edi. Mana bu 3 peshtaxtlik munbarning birinchi peshtaqiga Payg'ambar alayhisalom qadamini qo'yganda ana shu chaqda Jabroil alayhisalom kelib aytdi ekanki Jabroil alayhisalom kelib aytdi ekanki qandaq bir inson Ramazon oyiga erishgan bo'lsa-yu Ramazon oyiga erishib turug'liq u insonning gunohi afu qilinmagan bo'lsa u inson badbaxt bo'lsin amin dang dedi Payg'ambar alayhisalom amin dedi aziz qarindoshlar. Ramazon oyi mana shundoq ulug' oydir aziz qarindoshlar. Qandaq bir inson Ramazon oyiga erishgan bo'lsa, yetishgan bo'lsa, u inson Ramazonning haqqini ado qilib, toat ibodat bilan ro'za tutgan bo'lsa, u insonning gunohi afv qilinadi ekan. U inson Alloh taolaning mag'firatiga erishadi ekan. Ya'ni qandaq bir inson mana bu Ramazon oyi kelsa ham g'aflatda yashab, Allohning toat ibodatidan uzoq turib, boshqa oylarga o'xshab beparvolik bilan toat ibodatdan uzoq holatda kechadigan bo'lsa, u inson badbaxt insonlarning biri bo'ladi ekan. Shuning uchun ham Jabroil alayhisalom aytdi ekanki, qandaq bir inson Ramazon oyiga erishib, gunohi afv qilinmagan bo'lsa, u inson badbaxt bo'lsin. Ya Rasululloh amin dang dedi. Payg'ambar alayhisalom amin dedi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazon boshqa oylarga o'xshamaydi aziz qarindoshlar. Mu'min musulmonlarning hosil bayrami bu. Xuddi dehqonlar bahorda ana shu urug'larini tikib, yoz oylarida ana shu mo'l hosil olganidek, mu'min musulmonlarning ham mo'l hosil oladigan, Allohning rahmatiga erishadigan muborak oydir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Ramazon oyini g'animat bo'laylik, har bir lahzasini, har bir daqiqasini g'animat bo'laylik, behuda o'tkazmaylik. Boshqa oylarda yurgandek g'aflatda yurmaylik. Soatlab televizorning oldida o'tirib g'aflatda o'tkazmaylik. Tasbih aytaylik, tilovat Qur'on qilaylik. Miskin, beva, bechoralarning yordamiga yuguraylik. Kambag'allarga ihson qilishga oldiraylik. Yaxshi ishlarni qilishga yuguraylik, izlab topaylik. Bu orqali har bir qilgan savobga 10 hassidan 700 hassigacha va uning xohlagan hassicha, Alloh taolaning xohlaganicha savoblarga erishaylik aziz qarindoshlar. Ramazon oyini g'aflatda o'tkazib, badbaxt insonlardan bo'lib qolmaylik aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom amin dedi. Degani, ey Alloh qilgan duoyimni ijobat qilgin degan bo'ladi. Agar biz g'aflatda o'tkazib qoladigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalomning duosiga mos kelib qoladigan bo'lsak, u holda biz badbaxt insonlardan bo'lib qolamiz. Allohim, o'zing bizni o'z panohingda asraganki, sening rahmatingga erishadigan bandalaringning qatoridan bo'laylik ey Robbim. Shunda uningdan keyin Payg'ambar alayhisalom ikkinchi minbarga, ikkinchi peshtoqqa oyog'ini bosganda Jabroil alayhisalom kelib aytdi ekanki, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alayka dedi. Ey Muhammad alayhisalom, sizning ismingiz zikr qilinganda sizga durud va salom yo'llamagan inson badbaxt bo'lsin, amin dang dedi. Payg'ambar alayhisalom amin dedi aziz qarindoshlar.
Ya'ni shuningdan bilib olishimiz mumkinki, payg'ambar alayhisalomning ismi qachon bir zikr qilinsa, sallallohu alayhi va sallam degan duoni qilmag'imiz lozim. Va yoki bo'lmasa Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid degan mana bu duoda tashahhudda o'tirib o'qiydigan mana bu salavatlarni o'qishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalomning ismi boshqa oddiy insonning ismiga o'xshamaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomni Alloh taolo va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi. Biz seni butun olam ahli uchun rahmat qilib avatdik dedi. Payg'ambar alayhisalom vasila bo'ldi, dunyo ahli iymonga kelib Allohning rahmatiga erishdi. Iymon keltirmay inkor qilganlar qorong'u zulmatda qolib qoldi. Chunki do'zax qorong'u zulmatdan iborat aziz qarindoshlar. Jannat yorug'likdan, nurdan iboratdir aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom vasila bo'ldi. Alloh taolo hidoyatga boshlagan insonlar Allohning rahmatiga erishdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Muhammad deb Muhammad payg'ambar deb oddiy so'z bilan aytmasligimiz lozim. Muhammad alayhissalom, Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi va sallam deb boshqa insonlardan ajratib turmag'imiz lozim aziz qarindoshlar. Salavatninki foydalari haqida hammanglar nihoyatda ko'p yaxshi bilasizlar. Shundaqda ham eslatish inson uchun foydalidir. Shuning uchun qandaq bir inson payg'ambar alayhisalomga bir salavat aytadigan bo'lsa, Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad deb oddiy bir salavat aytadigan bo'lsa, Alloh taolo u insonga 10 rahmat avatadi ekan. 10 dona mukofot beradi ekan aziz qarindoshlar. Buning bilan birgalikda u insonning 10 gunohini afu qiladi ekan aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda u insonning darajasini 10 hassa yuqoriga ko'taradi ekan. Ma bir qitim aytgan salavatning foydasi aziz qarindoshlar. Bir qitim Allohumma solli ala Muhammad deyishimiz bilan bizning qilgan mana bu 10 dona ushaq-tushak gunohlarimiz o'chirilib tashlanadi ekan. 10 dona mukofot beriladi ekan. Shuning bilan birgalikda 10 hassa darajamiz yuqori ko'tariladi ekan aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda mana bu payg'ambar alayhisalomga salovat inson aytgan insonlarga farishtalar ham duo qiladi ekan. Ey Rabbim, bu inson oxir zaman payg'ambari Muhammad alayhisalomga salovat aytdi, sen bu insonning gunohini afu qilgin deb. Farishtalar begunoh insonlarning duolari mustajabdir aziz qarindoshlar. Mana bunda savobga ham ega bo'lamiz ekan aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda Uhud teg'idek savobni qo'limizga kiritadi ekanmiz payg'ambar alayhisalomga salovat aytish bilan aziz qarindoshlar. Uhud tog'ichilik savobga ega bo'ladi ekanmiz. Shuning bilan birgalikda payg'ambar alayhisalomning qiyomatda shafaat qilishiga muyassar bo'ladi ekanmiz, muvaffaq bo'ladi ekanmiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar Muhammad deb oddiy ism bilan o'tib ketadi ba'zi insonlar. Bu esa nihoyat xato ishdir. Hech qachon payg'ambar alayhisalomning ismi zikr qilinganda Muhammad deb o'tmasdan Muhammad alayhissalom yoki Muhammad sallallohu alayhi va sallam degan so'zni qo'shimcha qilmag'imiz lozimdir. Alloh taolaning ismi zikr qilinganda Alloh jalla jalaluhu, sahobalarning ismi zikr qilinganda radhiyallohu anhum degan narsalarni qo'shimcha qiladigan bo'lsak, biz savobning tegida qolib ketamiz aziz qarindoshlar. Chunki bizning gunohimiz haqiqatan ko'p, savobga ehtiyojimiz bor
Mana shu orqali ham tug'an putkunimiz savobdan iborat bo'ladi ekan aziz qarindoshlar. Xo'sh. Endi payg'ambar alayhisalom ikkinchi pashtoqdan turib, uchinchi pashtoqqa qadam qo'yganda yana Jabroil alayhisalom kelib payg'ambar alayhisalomga aytdi ekanki, ba'uda man adraka abawayhil kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannata dedi. Ata anası yoki bo'lmasa u ikkisining birisi, ya'ni onasi va yoki dadasi, onasi o'lib ota onasi hayot bo'lgan bo'lsa yanada yaxshi. Agar ularning birisi o'lib ketib, birisi qolgan bo'lsa, onasi o'lib ketdi, dadasi qoldi, yoki dadasi o'lib ketdi, onasi qoldi. U ikkisining birisi qolgan bo'lsa, ana shularning xizmatini qilib, roziligini elib ololmagan inson, xizmatini qilmagan, roziligini olmagan inson badbaxt bo'lsin, amin deng dedi payg'ambar alayhisalom. Amin dedi aziz qarindoshlar. Ota ona sizu bizimizning hammamizning baxt tojimiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun ota onaning hayotligida qadrini qilmag'imiz lozim. Ba'zi insonlar hayot paytida qadrini qilmaydi-da, o'lib ketgandan keyin qadrini qiladi. Minglagan insonlarni chaqiradi, xatm qurollar qiladi, nazrlar qiladi, mehmon qiladi, u qiladi, bu qiladi. Ammo hayot paytida oyda bir qitim, haftada bir qitim ham ota onasining ziyoratiga kelib qo'ymagan insonlarni anglaganmiz aziz qarindoshlar. Ota onasi vafot qilgandan keyin boshqalar meni ota onasini hurmat qiladigan yaxshi inson kim desin deb o'lgandan keyin nazrisini qiladigan ba'zi nankor, nashkur insonlar hayoti dunyoda bor aziz qarindoshlar. Haqiqiy mu'min musulmon bundaq bo'lmaydi. Haqiqiy mu'min musulmon ota-onasi hayot vaqtida xizmatini qiladi. Ota-onasi hayot vaqtida qaqshatmaydi. Ota-onasining ovozini egiz qilib to'limaydi, vaqirmaydi. Ota-onasi xato gapni qilgan taqdirda ham, madamiki u gap shariatga xilof bo'lmagan taqdirda xo'p, ma'qul deb qo'l bog'lab turadi aziz qarindoshlar. Ammo shariatga xilof gap qiladigan bo'lsa mabada, yo'q ona, yo'q dada, men sening bu gapingga ma'qul deyolmayman, chunki bu gap Allah va Rasulining so'ziga xilofdir. Ey ona, ey dada, bundaq gapni qilmagin. Men sening xizmatingga tayyorman. Seni boshimning ustida ko'tarib yuraman. Ammo ma gaping ona, ma gaping dada Qur'on va sunnatga xilof bo'lib qoldi. Shuning uchun bu xizmatingni qilmayman. Boshqa xizmatingni qanday xizmatga bursang, Allah va uning rasuliga qarshi bo'lmagan qanday xizmatni qilsang, kecha kunduz xizmatingga tayyorman deb turmog'i lozim aziz qarindoshlar. Ota-onasi kafir bo'lgan taqdirda ham bizning dinimiz ularning xizmatini qilishga buyurdi aziz qarindoshlar. Mu'min musulmon bo'lganda albatta qilamiz, uningga shak shubha yo'q. Yana ba'zi bir insonlar ham mu'min musulmon ota-onasini ham ming afsuslar bo'lsinki, hayotlik paytida qaqshitidi, gapini anglamaydi aziz qarindoshlar. Ota-onaning so'zini anglamaslik, ota-onani qaqshitish cho'ng gunohlardan biri aziz qarindoshlar. Madamiki ota-onamiz rozi bo'lmaguncha jannatga kira olmaymiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun ota-onamizni hayoti dunyoda, hayotlik vaqtida o'lgandan keyin ham xizmatini qilamiz. Ammo hayotlik vaqtida qilgan xizmatimizning mukofoti Allohning nazarida nihoyatda ustundir. Shuning uchun hayotlik paytida xizmatini qiladigan solih bandalardan bo'lmoqligini kecha kunduz Alloh taoladan so'ramog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Ota-ona bizning jannatimizdir va yoki do'zaximizdir. Shuning uchun ota-onamizni rozi qilaylik, ularni qaqshatmaylik, ularni norozi qilmaylik.
aks holda Allohni norozi qilgan bo'lamiz, Allohni qaqshatgan bo'lamiz. Allah'ını qaqshatgan bandining boradigan joyining ne bo'ladiganligini, qayer bo'ladiganligini har bir aql egisi nihoyatda obdan biladi. Shuning uchun Alloh taolo hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Mana bu kelayotgan Ramazonni Alloh taolo hammamizga xayrlik, muborak va g'animatlik va mo'l hosil oladigan, Allohning rahmatiga erishadigan güzel, mübarek, haqiqiy rahmet ayı qilib berishini Alloh taolodan o'tinib so'raymiz aziz qarindoshlar. Mana bu Ramazonga Alloh taolo hammamizni yetkizsin. Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda anna Rasul sallallohu alayhi va sallam qala yawman wa hadarna Ramadanu atakum Ramadanu shahru barakatin yaghshakumullahu fihi فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل رواه التبراني. سبحان الله. Usame ibn Samit radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bir kun payg'ambar alayhisalom Ramazonga yaqin mundaq dedi deydi. Atakum Ramazon, sizlarga Ramazon keldi dedi. Ya'ni sizlarga Ramazon oyi keldi, yaqinlashdi, ya'ni keldi. U nihoyatda barakatli bir oydir dedim. Barakan. Ya, nihoyatda barakatli bir oydir. Allah Teala o ayda sizlerge yüzlenedi. Yani sizlerini o'rab özünün bereketi bilen. Ve şunun bilen birgelikte Allah Teala rahmetini tushirdi sizlerge deydi. Yahuttul hataya deydi. Sizlerinin günahınlarını mana şu Ramazan'ın hakkı hürmeti bilen, Ramazan'ın bereketi bilen sizlerinin günahınlarını öçürüp taşlaydı. Ve yestacibu fihi dua. Mana bu Ramazanning bereketi bilen sizlarning duayinglar mustajab bo'ladi, ijobat qiladi, qabul qiladi duayinglarni deydi. Shuning bilan birgalikda Alloh taolo mana bu Ramazonda sizlarning bir-biringlar bilan musobaqa qilishinglarga qaraydi deydi. Ramazonda insonlar bir-birisi bilan xayr ishlarni ishlashda, savob ishlarni qilishda, günah işlerden uzaklaşta, savap işlerini köp kadam kadam, her dakika, her minut, her saatte de kılışka musabıqlaşıdı mümin Müslümanlar. Hakiki mümin Müslümanlar Ramazan ayda savapını köp kılışka musabıqlaşıdı. Şunun için Allah Teala Ramazan ayda bendilerinin savap işlerini köp kılışta musabaqa kılavatqanlıqıga qaraydigan aziz qarindoshlar. Şunun bilan birgalikda Allah Teala yubahi bikum malaikatahu. Keyin Alloh taolo farishtalarga faxrlanib aytadi ekan. Ey farishtalarım qaranglar, ma mening bandalarimni, ma muborak Ramazon oyida bir-birlari bilan, mana shundaq musobaqa qilishyapti. Men qilaman deb musobaqa qilishyapti. Qara ma mening bandalarimni. O'z vaqtida mana bu insonni men yarataman desam, qarshi chiqqan edinglar, e'tiroz bildirgan edinglar. Mana bu bandalarimga qaragan. Ularning hammasi yaxshi ishlarni qilishda, xayr ishlarni qilishda musobaqa qilishyapti deb Alloh taolo faxrlanadi ekan farishtalarga qarab. Xuddi Arafat tog'ida ham Alloh taolo faxrlanganidek, farishtalarga qarab qarama mening bandalarimni. Hammasi mendan yordam, istig'for so'rayotdi. Menga toat, ibodat qilyotdi. Mendan gunohining mag'firat qilinishini so'rayotdi deb Alloh taolo Arafat tog'ida ham ana shu farishtalarga qarab faxrlanadi ekan. Mana bu Ramazon oyida ham Alloh taolo qarama mening bandalarimni, bir-birlari bilan musobaqa qilyotdi. O'zini unutib qolyotdi. Boshqalarning yaxshiligi uchun, g'ami uchun yugurayotdi. Kecha kunduzlab uxlamasdan toat ibodat qilyotdi deb Alloh taolo faxrlanadigan aziz qarindoshlar. Mana shu Ramazon oyi az qoldi. Yaqin kunlarda yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun mana bu Ramazon kunlarini g'animat bilaylikda
Alloh taolo faxrlanadigan bandalarining qatoriga kirishga harakat qilaylik aziz qarindoshlar. Hadisning davomida aytadi ekanki, payg'ambar alayhisalom fa'arulloha min anfusikum xayran dedi. Undaqda sizlar yaxshi ishlarni qilib Alloh taologa ko'rsatinglar. Mana bu yaxshi ishlarni qilishda musobaqalashib Alloh taologa o'zinglarni ko'rsatinglar deb aytadi payg'ambar alayhisalom. Hadisning davomida aytayotganki fa inna shaqiyya man hurima fihi rahmatallohi azza va jal dedi. Badbaxt kishi dedi. Kim desa bu oyda Allohning rahmatidan mahrum bo'lib qolgan kishidir dedi. Ya'ni mana shundoq Alloh taolaning rahmati, mag'firati yomg'irdak yig'ib turadigan, tushib turadigan mana bundoq muborak oyda Allohning rahmatiga erishalmagan, Allohning mag'firatiga erishalmagan inson haqiqiy badbaxt inson bo'ladi ekan. Shuning uchun bir oy necha yildan beri mana bu umrlarimiz masalan necha yil, kimdir 30 yil, 50 yil, 10 yil, 20 yil, 40 yil o'tib ketdi kunlar. Mana bu bir oy Ramazonni Alloh taolo ummati Muhammadiyaga mana shunday go'zal fursat, g'animat qilib bergan. Shuning uchun bu fursatni g'animat bo'laylik. Allohning rahmatiga erishadigan, mag'firatiga erishadigan solih bandalardan bo'laylik. Allohning rahmatidan, mag'firatidan mahrum bo'ladigan badbaxt insonlardan bo'lmaylik aziz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizga mana bu kelayotgan Ramazonni muborak qilsin, xayrli qilsin, hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.